har bitta fuqaroning muammosi bir-birini takrorlamaydi. Ularga alohida kompleks, ya'ni individual yondashuv asosida yordam ko'rsatish choralarini ishlab chiqishimiz kerak. Qanday yordam qilsak, shu fuqaro og'ir vaziyatdan chiqib, ular ijtimoiylashuv ta'minlanadi. Ana shunga asosiy e'tiborni qaratamiz. Men Zarafshon shahar Alisher Navoiy mahallasida kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodim Ahmedova Adashoy bo'laman. Bizning ijtimoiy xodimlarning asosiy vazifasi bu og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarga yordam berish. Mahallamda 7776 nafar aholi yashasa, shulardan 216 nafar fuqarolar ijtimoiy himoyaga muhtoj. Ana shu fuqarolarga davlatimiz tomonidan kafolatlangan ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatilishiga alohida ahamiyat berib kelmoqdaman. Ijtimoiy xodim sifatida 1 yillik faoliyatim davomida shuni anglab yetdimki, odamlarga, insonlarga, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga va'da berish emas, balki ularga yordam berish kerakligini, ularning ishonchini qozonib, ularga chin dildan yordam berishga harakat qilish kerakligini anglab yetdim. Mahallamdagi nogironligi bo'lgan fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar hamda vasiylik homiylikka olingan bolalarni ma'naviyatini yuksaltirish, kitobxonlikka jalb qilish maqsadida bir kichik loyiha boshlaganman. Loyihamni asosining negizini aytadigan bo'lsam, kichik bir kutubxonadagi 2000 dan ziyod kitoblarimiz bor. Mana shu kutubxonaga shu ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni a'zo qilib, mana shu kutubxonani o'zida bemalol kelib o'qishlari uchun ham sharoit yaratilgan. Bundan tashqari, yotoqdagi nogironlik bo'lgan fuqarolarimizga hamda uyda ta'lim olayotgan bolajonlarimizga ham uylariga o'sha kitoblarni yetkazib beraman. Har bitta insonga bitta oddiy yordam qilsangiz ham, shunday insonlar bor, sizdan juda ham minnatdor bo'ladi. Siz orqali shu tashkilotda ishlaydigan boshqa xodimlardan minnatdor bo'ladi. O'sha har bitta insonni minnatdorlik, ko'tarinki ruhi, ularni rahmati evaziga aytiladigan har bitta dilidagi istaklarini, dilidagi tilaklari menga katta bir motivatsiya beradi, katta bir kuch beradi desam aslo yanglishmayman. Kelajakda faoliyatim davomida yanada o'qib, izlanib, bundan-da kattaroq bir marralar qo'yganman. Shu insonlarga foydam tegsa, men uchun katta bir sharaf, katta bir yutuq.